Assalomu alaykum. Ahli mahalla, yurtdoshlar, ehson qiluvchilar, tashqaridan, chet ellardan hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana Ibrohimjonni YouTube'ga rahmatulloh orqa chiqargandik. Kattalarga pullar tushyapti. Mahallamizga rahmat. Mahallamiz hammasi bir qo'ldan bo'lib pullarni yig'ib olib kelishyapti. Xudo xolasa tez kunlarda pullar mablag' yetsa Hindistonga jo'nashga harakat qilyapmiz. Mana rahmatulloh bugun yana keldi. Bir qator ko'rib maslahatlarni beryapti. Ibrohimjon, mana mahallaga rahmat, tashqaridagilarga rahmat. O'sha pul tushgan pullarni bu qator o'zingiz aytib o'tib keting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana sizlarni tushirayotgan pullaringdan Alloh rozi bo'lsin. Mahallamizda ham mana 37 million pul tushirishdi. Atrofdan kelishyapti. Xudo xolasa mana shularga sabab bo'lib, xudo xolasa atrofdan ham kelayotgan pullar bilan jami hozir 12 ming pul bo'ldi. Ashunga yana necha yordam qilsalar ham xudo xolasa sog'ayib ketsam mana ham ehson qilishlardi. Bola chaqamni, mahalla ko'yimni hammalaringdan yordam berishlarini so'rayman, yordam beraman xudo xolasa. Ilohamin. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh pak parvardigoro barcha bemorlarga shifo bergin. Mahalla ko'rtimizda, xonadonlarimizda, el yurtimizda Alloh pak parvardigoro banisalarda, uylarda yotgan mana rahmatulloh orqali Hindistonda yotgan barcha bemorlar shular qatori Ibrohimjonda degan tez kunlarda shifo ato qilgin. Mablag'lar yig'ilib tez kunda Hindistonga jo'natib mana o'sha jigar operatsiyasini o'tkazib ketishni nasib qilgin. Amin. Rahmatullohning ishlariga rivoj bergin. Alloh pak parvardigoro ehsonni mukofoti ehson deyilgan. Ehson qiluvchilardan o'zing rozi bo'lgin. Ularda xonadonlarga, kasbkorlar umrlariga sizlarga barakalloh ato qilgin. Chet ellarda yurgan, atroflarda o'zini tirikchilik uchun o'zidan orttirib ehson qilayotganlardan rozi bo'lgin. Mana mahallamiz, mana shu bolalar hammasi yordam beradi, hammasidan o'zing rozi bo'lgin. Rahmatullohni ham tanjon sog' yana bugun keldi mana yana bir qator sizlarga mana shu havola qilyapmiz yangiliklarni. Shulardan bahor bo'linglar deb. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi ashabi ajmain. Allohu akbar. Allohu akbar. Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Kuningiz xayrli, barakatli o'tsin. Allohga shukr qilamizki, xalqimiz juda ham bir saxovatli, mehr-oqibatli xalq. Mana bir 4 kun bo'lgan bo'lsa kelganimga, shu oilada ozgina bo'lsa ham haligi ishonch, umid paydo bo'ldi. Allohga shukr, hozir azizlarim 12 ming dollardan ziyodroq mablag' yig'ildi, azizlar. Bu mahalla to'g'risi juda inoq mahalla ekan. Hoji tog'amdan Alloh rozi bo'lsin. Hamma mahalladoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Hozir Ibrohimjon o'zi ham aytib beradi. Undan tashqari bizni ko'rib turgan mana Instagramda, YouTube'da, Facebook'da endi biz tanigan, tanimagan, oshkora xufiyona ehson qilayotgan barcha saxovatpeshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ikki dunyo saodatga erishtirsin inshaalloh. Nimaki niyatlari bo'lsa, ko'pi bilan, ulug'i bilan mukofotlasin. Musofirdagilarimiz Alloh rozi bo'lsin, musofirda ishlab yurib, o'zlaridan orttinib yurib bo'lsa ham Ibrohimjonga ehson infoq qilishyapti azizlarim. Yana ozgina harakat qiladigan bo'lsak, nasib qilsa, yana endi yarim mablag' yig'ildi deylik. 27 ming, 28 ming dollar mablag' kerak bo'ladi azizlarim. Demak, yana 16 ming, 15 ming taxminan mablag' yig'adigan bo'lsak, xudo xolasa bordi keldi, vizalari, biletlari, bu yerdagi shu 2 oy yashashlari, operatsiya summalariga yetadi xudo xolasa. Azizlar, mana 4 kun 5 kunda shunchalik natija bo'lyapti. Yana ozgina harakat qilib, yon atrofga tarqatib, like bosib, iloji boricha dalolat qiladigan bo'lsak, ukamiz tezroq, osonroq, to'g'risi bemor operatsiya bo'lgisi keladi. Sababi bunaqa qorin ishig'ida, suvda mana hozir qorin qattiq, bu ahvolda yurishda o'zi oson narsa emas azizlarim. Bu narsa to'li suv. Shu narsa operatsiyadan keyin yo'qoladi. Hichamgina bir haligi sog'lom bo'lib, kayfiyatlarim o'zgarib qoladi azizlarim. Jigar sirrozi birinchi o'rinda insonda asabi ketadi. Injiq bo'lib qoladi, asabiylashib qoladi, hech narsa yoqmay qoladi. Faqat haligi yashaymanmikin, yashamasmikinman, kimdir yordam beramikin, oilamdan, mahalladan, umuman ko'p turgan insonlar degan faqat tushuncha bo'ladi xolos. Alloh rozi bo'lsin, shu mahalladoshlardan ham hamma ko'rib turgan insonlardan. Bizga shu Ibrohimjonga duo qilgan, ehson qilgan, videolarimizni dalolat qilgan, like bosgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin, aziz qilsin.
oxiratiga zaxira. Inshaalloh Xudo xolasa shu ukamiz qiyomatda bizga shafoatchi bo'ladi azizlarim. Gunohlarimizni Allohdan so'rab beradi. Ibrohimjon, mana endi o'z gapiring, mana mahalladan nima qilib, qanaqa bir yordamlar bo'lyapti? Assalomu alaykum yurtdoshlar, mana men Ibrohimjon jigar serozi bilan kasallanib, mahallada mana shu hoji tog'am, oqsoqol, o'zimni og'aynilarim mahalladan har 2 kunda bir pul yig'ilyapti. Pul yig'ilganda ona bir 12,5 million pul olib keldilar. Yana biri qo'limga 1 million beryapti. Biri 500 dollar beryapti. Yurtimizdagi bari musofirda yurgan og'aynilarim, aka-ukalarim, fondi yurtimizdagilarga rahmat. Mana shu kattalarimga shu Xudodan tilashib sahobga ega bo'laman deb pullar tashlashib beryapti. Ozgina Xudo xolasa pulimiz mablag'imizga yetib qolsa, Xudo xolasa ozgina qoldi. Ota-onam ham, mana onam ham, otam ham, mahalla ko'yim tashlayotgan pullaringdan hammalar duo qilyaptilar. O'shaning uchun mana shu jitta yetishmovchilik bo'lyapti. Avvalo hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Tashlab berayotganlaring uchun rahmat sizlarga ham. Ibrohimjon, xursand bo'ldingizmi axir? Albatta. Mahalladoshlar, boshqalar, Mahalladoshlar, butun dunyodagi tanish bilish O'zbekistonimizga avvalo rahmat aytaman. Mana bor ekan, qo'lidan kelganicha yordam 10 qilyapti. mingmi, 20 mingmi, 50 mingmi tashlab, mana Xudo xolasa ozgina vaqtlar qoldi. Hammalari Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Rahmatulloh akamdan ham rozi bo'lsin Xudoyim. Azizlarim, endi ko'p gapirtirmayman Ibrohimjonni. Juda men xursand bo'lgan tomonim, to'g'risi hayajonlanib gapiryapti. 4 nafar farzandlari bor. Kattalari qiz. Men birinchi kuni kelganimda shu dadam o'zi to'ylarimga bosh bo'lsin degandi. Hammani ota-onasini umri uzoq bo'lsin. To'g'risi ota-onani o'rnini hech kim bosmaydi. Ibrohimjonni ham katta qizi o'zi bosh-qosh bo'lsa, to'ylarini ko'rsa, Xudo xolasa. Ibrohimjonni o'ziga ham-da, mana hammani orzusi. Farzandini rohatini ko'rish. Azizlarim, shuning uchun ham mana katta qizini Xudo xolasa nasib qilsa, yaxshi bo'lib keladigan bo'lsa, eshigiga sovchilar kelyapti. Bu yilmi, kelasi yilmi o'zi xursand bo'lib chiqaradi. Shunga bir sababchi bo'lib qolgan bo'lamiz xolos azizlarim. Bir insonni shu shifo topishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, bu inson sabab buni bola chaqalariga, ota-onasiga, yaqinlariga bir xotirjamlik ulashgan bo'lamiz azizlarim. Bemor bor uyda hech qachon xotirjamlik bo'lmaydi. Ayniqsa yaqinlariga, bemor qaragan insonlarga juda ham qiyin bo'ladi. Bemorda injiqligi, kasalligi, kechalari haligi kutilmaganda holati yomonlashib qolishi, banisi sarg'ayib yurishi, ukol dorilari, bu juda ham katta bir zarba bo'ladi bu oilaga azizlarim. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa yana 16 ming dollar mablag'ida agar 3 kun 4 kunda mahalla mana plastik kartalarni joylab qo'yamiz, 3 ta 4 ta yig'ilib qoladigan bo'lsa, Xudo xolasa yana 3-4 kundan keyin kelib yana bir video qilib chiqarib beramiz. Allohga tavakkal qilib boshlaganmiz. Alloh shifosini mukammal qilib bersin. Sababini biz bandalar qilamiz. Shu Hindistonda ayollari bilan ukalari birga boradi. Ikkalasi ham donor bo'laman deyapti. Alloh rozi bo'lsin. Ukalardan ham, ayoldan ham. Borganda Xudo xolasa donor bo'lib shifo topishini, Hindistonga borishini albatta sizlarga men video orqali ko'rsatib beraman. Alloh rozi bo'lsin. Ibrohimjon, bitta duo qilib berasiz shu sizni ko'rib turgan insonlardan. Azizlarim, bizda Tojikistondan ham, Qirg'izistondan ham, dunyoning barcha chetlardan ham ko'rib bizga ehson qilayotgan insonlar bor. Yurtdoshlarimiz bor. Alloh mana xufiyona qilayotgan ehsonlarini ajrini inshaalloh ko'paytirib bersin. Duo qilib bering, ukajonim, yaxshi qiling. Alloh amin. Mana shu yurtimizdagi barcha, butun dunyodagi barcha mo'minlar, muslimalardan Alloh rozi bo'lsin. Tashlashib beryapti. Hammalari tan jonini sog' qilsin. Amin. Hammalarida oilasida ota-onasiga, bola chaqalariga bosh bo'lib, chiroyli qilib olib yurishlikni nasib qilsin. Hammalaring rozi bo'linglar. Robbana atina fid dunya hasanata fil oxirati hasanata azabdan Alloh akbar.
ozgina bo'lsa ishonch paydo bo'ldimi mana? Albatta, albatta rahmatulloh aka. Xo'p, men kelguncha aqa-baqa bunday yurganmidingiz, yurmaganmidingiz, o'qitardingizmi, nima qildingiz? Yo'q, o'qitarmadim aka. Endi ali nima deydi? Unisi u degan bilan, bunisi bu degan bilan o'zim yeb ichib o'tirgandan mana hoji tog'am, mana bitta bir ayolimiz, qo'shnimiz shu rahmatulloh akamga telefon qilishib, mana shu sababchi bo'lib, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Yurtimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Ashla sababchi bo'lib mana rahmatulloh akam shu Xudo xolasa ozgina qoldi. Xudo xolasa. Shu bilan men ham ko'rmagandek bola chaqamni, ota-onamni orzu havaslarimni ko'rishlikni tilab qolaman. Xudo xolasa. Gujonim o'zi sizga birinchi sabab azlarim shu joyda dalolat qilgan insonlarni ham aytib o'tib ketishimiz kerak. Shu mahallada bir singlimiz bor, meni ko'rib boradi doim. Keyin hoji tog'amlar bor, mana shu yoshi ulug' nuroniy hoji tog'amlar bor. Shu singlimiz birinchi menga yozgandi. Mahallamizda shunaqa bir akamiz bor, Jigar Serro'za rahmatli aka, kelib shu videolar qilib, boshqa qilib yordam bersangiz. Lekin qo'shnilari bo'ladi. O'zlari ham haligi boshlariga bir mushkul ishlar tushgan. Ular ham Hindistonga borib davolanib kelishgan. Shu singlimizdagi ham rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana hoji tog'am sababchi bu. Kimdir sababchi bo'lib qolgan xolos sizdan bu narsaga. Lekin qolganiga mana mahalla kuylari juda katta haligi qo'llab-quvvatlayapti. Alloh rozi bo'lsin. Beshtol mahallasi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Varzay qishlog'i Beshtol mahallasi, to'g'rimi? Beshtol mahallasi. Sizlar juda bir yaxshi insonlar. Ehsonni joyi. Endi o'zi 5 yilmi, 6 yil yotdingiz, to'g'rimi? 6 yil, 21-yildan boshlab mana Xudo xolasa 6 yil bo'lib qoladi. 6 yil davomida bori butimiz sarflab aka. Iloji yo'qligimdan oxiri shu qarorga kelib, endi shuni qildirib olsak Xudo xolasa, ko'rmaganda ham bo'lib ketamiz. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Mana sizlarni sabab qildi. Xudo xolasa hammani bolasi Hindistonga boradimi? Qayerga borsa ham Alloh ularga shifo bersin. Amin, amin. Aytganingiz kelsin. Sizni ko'rib turgan hozir biz men kecha ham gaplashdim. Men Namanganlik Jigar Serro'z bo'lgan, Ropqonlik, Qo'qonlik, Uchko'priklik agar ko'rishadi, mana Xurshid beylar bor, Elyor beylar bor, mana Talajjonlar bor. Ko'pchilik endi Jigar Serro'z bo'yicha 4 yil, 5 yil oldin borib kelgan bemorlarimiz bor. Ibrohimjonni qo'llab-quvvatlayman desalaringiz kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men shunaqa rahmatlagan taniyman, shu Hindistonda men jigar operatsiya bo'lganman deb. Sababi men qayerga borsam azlar birinchi o'rinda bemorga ozgina bo'lsa umid, ishonch beramanki, nimaga? Bu insonlarga mehr, oqibat kerak. Ozgina dalda bo'lsak, bular ishonadi. Sababi bular ich-etini yeb yotishaveradi-da. Oson emas-da endi. Kimdir qo'liga qarab qaram bo'lish, muhtoj bo'lish oson emas. Alloh barchalarni aziz qilsin. Shu videolarni tarqatib qo'yinglar. Nafaqat bizning videolarimizda ehson qilayotgan, boshqa mana jiyanlari Diyorbek, bu mahallada yana bloger ukalarimiz bor. U insonlar ham kelib videoga olib tarqatyapti. Barcha insonlarni Alloh o'zi aziz qilsin. Marhamati bilan, rahmati bilan siylasin azizlarim. Xonadonlaringizga fayz va barakotlar, tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik ato etsin inshaalloh. Xudo xolasa yana 4 kun 5 kunda kelamiz. Nasib ajomas, pul yig'ilib qoldi desangiz, xursandchilik bilan yuborib yuboramiz. Omigajonim. Avvalo marchi rahmatulloh akamga rahmat. Shunaqa Ibrohimjon, Xudo xolasa. Nasib qilsa yaxshi bo'ladi. Azizlarim, endi Xudo xolasa 4 kun 5 kunda balki unga bormas, yangilik bo'lib qoladigan bo'lsa, yana bir kelib ketaman. Endi Xotam to'yda loyihasiga ham hozir Zohir hoji akam bilan birga borib kelaman. Hoji akamdan ham Alloh rozi bo'lsin, doim men bilan birga mana imkon boricha yordam beryapti. Hindistonda ham qancha bemorlarni ko'rdi, yordam berib keldi. Duo qilib qo'yasizlar Xudo xolasa. Ukajonim, zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. O'zi ko'rinishingiz ham zo'r. Hali birinchi kun kelganda boshqacha edingiz. Nima edi? O'zi tushkunlikka tushib nima bo'lib qoldi-da. Tushkunlikka tushib qolmanglar. Aziz akalar, ukalar. Mana shunaqa Xudoyim bir o'zi jo'natib bergan rahmatulloh akamlarga o'xshagan odamlarni o'zi jo'natadi. Xudoyim sabab qilib qo'yadi. Ammo hammalarga shifo topasizlar Xudo xolasa. Ular qatorida biz ham shifo topib, amin, amin. hammamiz chiroyli yurishlikni nasib qilsin. Amin.
Mayli, hoji aka sizga ham rahmat, sog' bo'ling, o'chirib qo'ying. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi.